pastki qovoq osilishini yo'qotamiz. Ko'z atrofiga krem suramiz. Massaj qilishni boshlaymiz. Tashqaridan ichkariga va tashqariga massaj qilamiz. Endi shu qismdagi mushak bor. Bu mushak spazmga moyil. O'sha qismdagi spazm bu tarafga ta'sir qiladi. Shuning uchun bosh barmog'imiz bilan mana bitta suyak boshlanadi. Mana aylana shaklda. O'sha suyakni va ko'zni mana shu qismi bilan boshlaymiz. Ozgina bosim ko'rsatib harakatlantirasiz. Mana ozgina og'riqli bo'ladi. Demak, o'sha qismda, ya'ni o'sha mushagimizda spazm bor, ya'ni qotib qolgan. Bo'shashtiramiz. Endi kaftimizni mana shu qismi bilan ko'zimizni mana ozgina boshingizni egiltirgan holda bajarsangiz bo'ladi. Endi barmoqlarimiz bilan shu harakatni bajaramiz. Mana keyingi massaj bu chimchilash. Mana shunaqa qilib mana chimchilaysiz. Mana ko'z atrofidagi teri juda ham nozik bo'ladi. Mana yuzingizni boshqa qismida yog' qatlami bo'ladi. Ammo ko'z atrofida bu qatlam yo'q. Shuning uchun tez ajin tushadi. Ammo siz massaj qilib, mana ayniqsa chimchilash massajini bajarsangiz, o'sha yerdagi modda almashinuvini kuchaytirasiz, suvlarini haydaysiz va kollagen ishlab chiqarishini stimullaysiz. So'ngra barmoqni uchlari bilan mana shunaqa qilib ko'zingizni pastki qismini va yon taraflarini mana shunaqa harakatlar bilan massaj qiling. Pastki qovoq osilishi to'g'risida to'liq ma'lumotlarni esa mening aktualnilarimda ko'rib o'qib olishingiz mumkin. Bu massajni ilk 5 kun davomida bajaring. So'ngra esa haftada bir marta bajarsangiz yetarli.